31 testni ishlaymiz. A car, mashina starts, boshlaydi, from rest, demak tinch holatdan, and va goes down, pastga harakatlanadi. A slope, qiya tekislik, with bilan, a constant, o'zgarmas, acceleration, tezlanish, of 5 meter per second square, demak 5 metr taqsim sekund kvadrat bilan. After, keyin, 5 second, 5 sekund, the car, mashina, reaches, yetib boradi, the bottom, ostiga, ya'ni eng quyiga, of the hill, demak qiya tekisligimizning quyi joyiga, its speed, uning tezligi, at the bottom, demak pastda, of the hill, qiya tekislik pastida, in meters, metrlarda, per second, metr taqsim sekundda qancha bo'ladi? Demak, bizda A tezlanish berilgan 5 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, mashinamiz mana bu qiya tekislik bo'lsa, demak, mana bu yerdan turib, harakatlanib, qiya tekislik pastigacha yetib kelgan. 5 sekund vaqt davomida 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan. Bunda tezlikni so'ramoqda. V tezlikni. V tezlik uchun V0 plus AT formuladan foydalanamiz. Xo'p. Boshlang'ich tinch holatdan deganligi uchun, demak, V0 0 ga teng. Va bunda teng bo'ladi. V0 0 bo'lganligi uchun yozmaymiz. AT, A'imiz 5, T'imiz 5. 5 kara 5 25 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, C javob to'g'ri. Keyingisi, a car, mashina moving, harakatlanmoqda, with bilan an initial velocity, boshlang'ich tezlik of 25 meter per second, 25 metr taqsim sekund, north, demak shimolga tomon, has a constant acceleration, o'zgarmas tezlanishga ega, of 3 meter per second square, 3 metr taqsim sekund kvadrat, south, demak janubga qarab, demak 3 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishga ega ekan. Tezlikni esa shimolga tomon 25 metr taqsim sekund tezligi bor, boshlang'ich tezligi bor deyildi. After, keyin, 6 seconds, 6 sekund, its, uning velocity, tezligi, will be, bo'ladi. Demak, 6 sekunddan keyin uning tezligini topishimiz kerak. Xo'p. Ko'rinib turibdiki, tezlik shimolga tomon bo'lsa, tezlanish esa janubga tomon bo'lmoqda. Bunday holatda jismning harakati sekinlanuvchan harakat hisoblanadi. Sekinlanuvchan harakat uchun t vaqtdan keyingi tezlikni topish formulasi v barobar v0 minus at formuladan foydalanamiz. Va bu yerda v0 imiz 25, hop, a'imiz 3, t'imiz 6. 6 sekunddan keyin so'ramoqda. 25 minus 18, demak 7 metr taqsim sekund. Xo'p, bu plyusda chiqmoqda, demak tezlik yo'nalishi o'zgarmagan. Tezlik o'sha shimolga tomon. Demak, tezlikning yo'nalishi bilan ham so'rayapti. Demak, 7 metr taqsim sekund tezlikda o'sha north, ya'ni shimol tomonga. A javob to'g'ri bo'ladi.
keyingisiga o'tamiz. 33-si. An object jism with bilan an initial velocity boshlang'ich tezlik of 12 metr per second 12 metr taqsim sekund rest g'arq experiences demak harakatlanmoqda a constant o'zgarmas acceleration tezlanish of 4 metr per second square 4 metr taqsim sekund kvadrat rest g'arq for 3 seconds 3 sekund davomida. During this time, shu vaqt davomida the object jism travels bosib o'tadi a distance of yo'lni masofani. Demak, shu vaqt davomida jism bosib o'tadigan masofani topishimiz lozim. Boshlang'ich tezlik 12 metr taqsim sekund g'arbga tomon. Demak, g'arbga V0 12 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanmoqda. Demak, tezlanish ham xuddi shu yo'nalishda. 4 metr taqsim sekund kvadrat bilan. T 3 sekund davomida demak harakatlangan jism demak shu vaqt davomida qancha masofani bosib o'tadi demoqda. Xo'p, S ni topishimiz kerak. S teng V0 T plus AT kvadrat taqsim 2 formamiz bor. Xo'p, bu yerda plyuslik bo'ladi, chunki ham tezlik, ham tezlanish. Demak, bir yo'nalishda bu tezlanuvchan harakat. V0 imiz 12, vaqtimiz 3 plus 4 taqsim 2 vaqtimiz 3 kvadrat. Xo'p, barobar 36 plus 18 54 metr. Demak, D javob bo'ladi. Keyingisi how far qancha uzoq does a car mashina demak travel harakatlanadi in 6 second 6 sekund davomida if agar uning initial velocity boshlang'ich tezligi is 2 metr per second 2 metr taqsim sekund and va its acceleration uning tezlanishi is 2 metr per second kvadrat square 2 metr taqsim sekund kvadrat in the forward direction ya'ni forward oldinga yo'nalishga deyapti. Oldinga yo'nalishga. Demak, mashina 6 sekund davomida qancha qancha masofani bosib o'tadi V0 2 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik va 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan oldinga tomon deb so'ramoqda. Demak, biz S masofani topishimiz kerak. Xo'p, T berilgan 6 sekund, V0 2 metr taqsim sekund, A 2 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, oldinga deyilmoqda. Demak, tezlanuvchan harakat S barobar yana shu V0 T plus AT kvadrat taqsim 2 dan foydalanadigan bo'lsak 2 ko'paytirilgan 6 plus 2 taqsim 2 vaqtimiz 6 ning kvadrati. Xo'p, barobar 12 plus 36 48 metr. Demak, G javob bo'ladi 48 metr. 35 at a stop light demak qizil chiroqda yo'nki to'xtash
chirog'ida. A truck, demak, yuk mashinasi, truck, traveling, bosib o'tmoqda. At 15 meters per second, 15 metr taqsim sekund bilan. Pass a car, mashinani quvib o'tmoqda. As it starts, u harakatni boshlamoqda. From rest, boshlang'ich, tinch holatdan. The truck, yuk mashinasi, travels, bosib o'tadi. At constant, o'zgarmas, velocity, tezlik, and va the car, mashina, accelerates, tezlanadi, tezlanishi. At 3 meters per second square, 3 metr taqsim sekund kvadrat. How much time, qancha vaqt, does the car, mashina, take to catch up, yetib olishi uchun, to the truck, yuk mashinasiga. Xo'p, demak, tarjima qiladigan bo'lsak, to'liq tarjimasi svetoforda 15 metr taqsim sekund tezlikda harakatlanayotgan yuk mashinasi tinch holatdan joyidan qo'zg'alayotgan yengil mashinani quvib o'tadi. Yuk mashinasi o'zgarmas tezlikda harakatlanadi va yengil mashina 3 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tezlashadi. Yengil mashina yuk mashinasiga yetib olishi uchun qancha vaqt ketadi degan savol qo'ymoqda. Demak, t vaqtni biz topishimiz kerak. Demak, yuk mashinasi 15 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanmoqda. Demak, v yuk mashinasi uchun 15 metr taqsim sekund tezlik. Xo'p. Mashinaning tezlanishi 3 metr taqsim sekund kvadrat bo'lmoqda. V0 boshlang'ich tezligi bu 0 ga teng demoqda mashinaning. Xo'p. Demak, yuk mashinasi uchun, demak, masofa S1 deydigan bo'lsak, V yuk mashinasi ko'paytirilgan T, o'sha mana bu topishimiz kerak bo'lgan vaqt. Endi xuddi quvib yetish vaqtida, demak, ikkala ham mashina ham yuk mashinasi bir xil masofani bosib o'tadi. Demak, mashina uchun S2 masofa desak, buni V0 0 bo'lganligi uchun uning bu AT kvadrat taqsim 2 orqali topsak bo'ladi. Bir xil masofani bosib o'tganliklari bois S1 ni S2 ga tenglashtiramiz. VYT barobar AT kvadrat taqsim 2. Bundan xo'p, bitta t'lar ketadigan bo'lsa, t'ni o'zini topadigan bo'lsak, t teng 2v y taqsim a bo'lmoqda. Xo'p, joyiga qo'yadigan bo'lsak, t barobar 2r 15 taqsim 3. Bu 10 sekund vaqtni bizga bermoqda. To'g'ri javob B. Keyingisiga o'tamiz. A ball koptok is in free fall. Demak, free fall bu erkin tushish. Demak, koptok erkin tushmoqda. Its uning acceleration tezlanishi is, demak, bo'ladi. Javob variantlari downward,
pastga, during davomida both ikkala ascent and descent ko'tarilish va pastga tushish. Xo'p, downward pastga, during davomida ascent ko'tarilish, demak ko'tarilish davomida pastga, and va upward yuqoriga, during davomida descent, demak tushish davomida yuqoriga yo'nalgan demoqda koptokning tezlanishini. Upward yuqoriga, during ascent ko'tarilish davomida, and va downward pastga, during descent tushish davomida. Upward yuqoriga, during davomida both ikkala ascent and descent ko'tarilish va tushish. Downward pastga at all times hamma vaqt, except dan tashqari at the very top eng yuqori nuqtasida. When qachon it's zero nolga teng bo'ladi. Xo'p, bu yerda erkin tushish bo'lmoqda. Erkin tushishda biz bilamizki, jismning tezlanishi erkin tushish tezlanishida bo'ladi, ya'ni J. Bu J'imiz har doim pastga yo'nalgan bo'ladi, ya'ni yer markaziga. Koptok erkin tushishda, demak, birinchi downward, ya'ni pastga tushish davomida ham tezlanishi pastga yo'nalgan bo'ladi. Yuqoriga chiqish davomida ham tezlanishi pastga yo'nalgan bo'ladi. Bunday javobimiz faqat A javobida bor. Downward, ya'ni pastga, during both ikkala davomida, ya'ni ikkala ascent and descent ko'tarilish va tushish davomida ham pastga yo'nalgan bo'ladi degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. Qolgan javoblar umuman noto'g'ri. Ko'rib o'tishning hojati yo'q. Keyingisi, a ball koptok is in free fall, demak erkin tushmoqda. Upward yuqoriga is taken olingan to be the positive direction, demak yuqoriga yo'nalish, demak musbat yo'nalish sifatida olinmoqda. Demak yo'nalishimiz yuqoriga, demak mana shu musbat yo'nalish olinmoqda. The displacement ko'chish of the ball koptokning during davomida a short time kichik vaqt interval oralig'i is, demak bo'ladi. Demak so'ramoqdaki, ko'chishi, koptokning ko'chishi kichik vaqt oralig'i davomida qanday bo'ladi? Positive, musbat, during davomida both ikkala ascent and descent chiqish va tushish. Negativ, manfiy, during davomida both ikkala ascent and descent tushish va ko'tarilish. Negativ, manfiy, during davomida ascent ko'tarilish, demak ko'tarilish davomida manfiy va positive during descent tushish davomida musbat. Positive during ascent ko'tarilish davomida musbat and va negative during descent tushish davomida manfiy va esa none of the above. Demak yuqoridagilarning birortasi to'g'ri emas. Xo'p, yuqoriga yo'nalish musbat yo'nalish sifatida olingan. Xo'p, bunda ko'tarilish davomida ko'radigan bo'lsak, ko'tarilish davomida koptok pastdan yuqoriga harakatlanadi. Harakat yo'nalishi musbat yo'nalish bilan ustma-ust tushganligi sababli uning ko'chishi musbat bo'ladi albatta. Tushishda esa koptok yuqoridan pastga harakatlanadi. Harakat yo'nalishi musbat yo'nalishga qarama-qarshi bo'lganligi sababli uning ko'chishi manfiy bo'ladi.
Xo'p, bundan ko'rinib turibdiki, ko'chish ko'tarilishda musbat, tushishda manfiy bo'ladi. Bunday javobimiz D javobda, demak, ko'tarilishda musbat, tushishda esa manfiy bo'ladi degan javobimiz bor. Demak, D javob to'g'ri bo'ladi bunda. 38-chi, a baseball, demak, baseball to'pi is thrown, otilmoqda, vertically into the air. Vertikal ravishda yuqoriga. The acceleration, tezlanish, of the ball, koptokning, at its highest point, o'zining eng yuqori nuqtasida teng bo'ladi deb so'ramoqda. Demak, variantlarini A 0 deyapti, 0 ga teng. B erkin tush tezlanishi J bilan pastga, down. C si J bilan up, yuqoriga. D si 2J bilan down, pastga. E si 2J bilan up, yuqoriga. Bu holatda ham erkin tushish holati umuman ro'y bermoqda beysbol to'pi bilan. Bunda har doim, demak, uning tezlanishi J bilan pastga yo'nalgan bo'ladi tezlanish. Eng yuqori nuqtada ham, demak, J bilan tezlanishi J ga teng bo'lib, pastga yo'nalgan albatta. Bunday javobimiz B javobda bor. Hech shak shubhasiz. Keyingisiga o'tamiz. Which one, qaysi biri, of the following, quyidagilarning statements, demak, ta'kidlarning is correct, to'g'ri, for an object, jism uchun, released from rest, demak, tinch holatdan qo'yib yuborilgan. The average, o'rtacha velocity, tezlik, during, davomda, the first second, birinchi sekund, of time, vaqt, is, demak, 4.9 metr taqsim sekund. During, davomda, each second, har sekund, the object, jism, falls 9.8 metr. Demak, tushadi 9.8 metrga. The acceleration, tezlanishi, changes, o'zgaradi by 9.8 meter per second square. O'zgaradi 9.8 metr taqsim sekund kvadratga. Every second, demak, har sekund davomida. The object, jism, falls 9.8 meter. Jism 9.8 metr tushadi during, davomida, the first second of time, birinchi sekund davomida. The acceleration, tezlanish, of the object, jismning, is proportional to its weight, o'zining og'irligiga. Xo'p, demak, kelinglar har bir variantni endi tahlil qilib chiqamiz. A varianti deyaptiki, jismning birinchi sekund davomidagi o'rtacha tezligi 4.9 metr taqsim sekundga teng demoqda. Xo'p, formulamiz V0 0 ga teng. Shunda V tezlik JT ga teng bo'ladi. Birinchi sekunddan keyin tezlik V barobar J ga teng bo'ladi, ya'ni 9.8 metr taqsim sekundga. Va bundagi o'rtacha tezlik, birinchi sekund davomida o'rtacha tezlik teng bo'ladi V0 plus shu V taqsim 2 ga, ya'ni bu 4.9 metr taqsim sekund. Demak, o'rtacha tezlik 4.9 metr taqsim sekundga teng bo'lyaptimi? Birinchi ta'kid to'g'ri bunda. Ikkinchi ta'kidimiz during each second the object falls, demak, har sekundda jism 9.8 metrga tushadi deyapti. Demak, masofasi har sekundda bir xil masofaga tushmaydi, chunki jism tezlanish bilan harakatlanyapti. Bu degani har sekundda
tushadigan masofasi, ya'ni bosib o'tadigan masofasi ko'payib boraveradi. Demak, bu noto'g'ri. The acceleration changes by 9.8 meters per second square every second. Tezlanishi har sekunda 9.8 metr taqsim sekund kvadratiga o'zgaradi deyapti. Yo'q, tezlanishi bunchaga o'zgarmaydi. Bu tezligi shunchaga o'zgaradi deb aytsak to'g'ri bo'ladi. Tezlanish emas. Bu ham noto'g'ri ta'kid. Jism 1-sekund davomida 9.8 metrga tushadi deb aytyapti. Jism ko'rib turibmizki, o'rtish tezligi 4.9 metr taqsim sekund. Uning demak 1-sekund davomidagisi s barobar v o'rtacha ko'paytirilgan t vaqtga, ya'ni 1 sekundni qo'ysak o'rtachamiz 4.9 metrga, demak u tushadi 1 sekund davomida. Shuning uchun ham bu demak ta'kid ham noto'g'ri. Demak, jismning tezlanishi uning og'irligiga to'g'ri proporsional demoqda. Jismning tezlanishi erkin tushish tezlanishida bo'lmoqda. Erkin tushish tezlanishi barcha jismlar uchun, agar havo qarshiligini hisobga olmasak, bir xil 9.8 metr taqsim sekundga teng yer yuzasida. Demak, bu tezlanish jismning og'irligiga hech qanday bog'liqlik joyi yo'q. Demak, bu ham noto'g'ri.